Assalomu alaykum hammaga. Demak, bugun 5-chi testimizni yechimlarini qilishimiz kerak. Mashina A shahardan B shaharga 60 tezlik bilan A soatda, B dan A ga 80 tezlik bilan B soatda qaytdi. Shaharlar orasidagi masofa A + 2 bilan necha marta katta debdi. Demak, mana bu masofa bo'lsin. Shu masofani S deb o'ylasam, 60 tezlik bilan A soat yursa, S masofani o'tar ekan. 80 tezlik bilan B soat yursa, S masofani o'tar ekan. Unda 60 A bilan 80 B bir-biriga teng bo'ladi. 20 ga qisqartirsam 3A teng 4B, bundan B teng 3A taqsim 4 desak bo'ladi. Endi shag'al olsak masofa A + 2 bilan necha marta katta? Masofa S edi, shuni bo'lishimiz kerak. A qo'shilgan 2B ga S ni o'rniga yozsak bo'ladi 60A. 60A S ga teng-ku, masalan 80B yozsak bo'ladi. A orqali ketyapmiz-da. A qo'shilgan B 3A taqsim 4 edi. 2B degani 3A taqsim 2 bo'ladi. 60A taqsim 2 degan mahraj bersak 2A + 3A bo'ladi. 5A bo'lar ekan. Bu 2 tepaga chiqib ketsa 120A taqsim 5A bo'ladi. A qisqarib 120 ni 5 ga bo'lsak 24 chiqadi. Ajoyib. Ikkala son ham 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Quyidagilardan qaysi biri sini qiymat bo'lishi mumkin? 3 ga bo'lish raqamlarni qarashimiz kerak. 7 ga 4 11, 5 ga 2 7, qo'shsak 18, 1 bilan 19. Hozircha 19 bo'ldi. A qo'shilgan B, shunda 19 ga nechini qo'shsak 3 ga bo'linadi. 2 ni qo'shsak, masalan 2 ni yoki 2 dan yana 3 ga farq qiladigan qanaqadir sonni. Kanoniga 1 qo'ylik 5 bo'ladi. 2 ga 3 5, 19 ga 5 24. Kanoniga 2 qo'ysak 6, 6 ga 2 8, 8 ga 19 27. 2 yoki 3 ga bo'lganda 2 qoladigan qanaqadir sonlar deyapman-da. Ikkinchisi 3 ga 2 5, 5 ga 6 11, 4 bilan 15. A + B 4 bilan 15 bo'ldi. O'zi 3 ga bo'linadigan son ekan. Unda A + B + C degani qanaqadir 3L da, masalan 3 ga bo'linadigan sonda o'zi ayirib olsak. Masalan pastdan tepani ayirgan bo'laylik. C teng -2 qo'shilgan 3 T, masalan 3 ga bo'linadigan 3K bilan 3 ga bo'linadigan 3 ni ayirsak yana qanaqadir 3 ga bo'linadigan son chiqadi-ku. Bu degani 3 ga bo'lsa -2 qoldiq qolishi kerak yoki 3 ga bo'linishga 2 yetmay qoladi. Bu degani 3 ga bo'lganda 1 qoldiq qoladi degan ma'no mana. Ya'ni 3 ga bo'lsa 1 qoldiq qoladigan son tanlaymiz 4. Abs uchburchakning AM medianasi va BL bisektriyasi qanaqa nuqtada to'g'ri o'rtasida kesishadi? BK ning KL ga nisbatini toping. Demak, uchinchisi mana bunaqa narsa edi. A B C uchburchak, AM mediana tengiga bo'lib turibdi va BL bisektriyasi to'g'ri burchak ostida kesishadi. Bu L bo'lsa, kesishgan nuqta K bo'lsa, bizdan so'ragan BK taqsim KL nisbat nimaga teng bo'lishi. Demak, mana bu burchak bisektriyasi edi, BL bisektriyasi edi. Ikkita burchak bir-biriga teng va bisektriyasi ham perpendikulyar bo'ldi. Qachon shunaqa bo'ladi? Teng yonli uch burchakda shunaqa bo'ladi. Shunda BA bilan BM teng. Mana bu yerga bir xil chiziq qo'ydim. Endi mana bu ikkalasi teng bo'ladi. Teng yonlida bisektriyasi mediana degan o'sha BK chiziq teng ikkita qismga ajratgan. Endi M dan shu KL ga parallel chiziq tushirsam. Bunda mana bu ikkalasi ham teng bo'lib qoladi bir-biriga, masalan x. Chunki AKL bilan AMN degan mana bu katta uchburchak o'xshash. KL uning o'rta chizig'i. O'rtasidan bo'lib turibdi. Ana K nuqta AN o'rtasidan bo'ldi-ku. Asosga parallel bo'lgani uchun L nuqta ham AN o'rtasidan bo'lgan bo'ladi.
Xo'sh, unda mana shu KL ni T deb belgilasam, bu 2T bo'ladi. O'rtachasi yarimga teng bo'ladi-ku. Endi BA bilan BCga qaraymiz. BA mana Y bo'lsa, mana yergacha Y, bu yog'i yana Y 2 marta uzun ekan-ku. Bisektor esa xossasi o'zi bisektor esa bo'lsa A B X Y bo'lsa A taqsim X teng B taqsim Y ga. Xossasi shunaqa. Y taqsim X deganim o'ng tomon 2Y taqsim 2X bo'lishi kerak. Shuning uchun N dan S gacha qolgan masofa ham X bo'ladi. Bu yordam bermaydi bizga. Demak, nima qilamiz? Bu yoq T bo'lsa. Mana bu BA ni o'rtasini topib M nuqtaga B ni o'rtasiga chiziq o'tkazsam, o'rta chiziq bo'lib qoladi-ya. O'rta chiziq bo'lsa, demak mana tepa qismi mana BL bisektoriyasining o'rtasidan bo'lindi. Shu chiziq BL bisektoriyasining o'rtasidan bo'ldi. Endi mana uni o'tkazib olsam. Mana shu D bo'lsin. ADMN degan to'rtburchak parallelogram. AM uning diagonali. Bu yerda AMN bilan ADM uchburchaklar o'xshash va mana shu o'rtani O nuqta deb belgilasam, OK chiziq ADM ning o'rta chizig'i. Xuddi AMN o'rta chizig'i KL bo'lgan bo'lsa, mana ham T. Demak, O dan L gacha 2T bo'ldi, O dan tepasi ham 2T bo'ladi. Chunki mana shu O nuqta BL ni o'rtasidan bo'lib turganini boya aytdik. Mana bu o'rtasidan birinchi bo'lgan chiziq, katta uchburchakning o'rtachisi o'rtasidan o'tib turgani uchun. Va B dan K gacha 3T bo'ldi. K dan L gacha bitta T bo'ldi, nisbati 3 bo'ladi. Demak, 3-masala ajoyib bo'ldi. Agar A tasigir bir kunda 1 litr sut bersa, A tasigir bir kunda 1 litr sut berar ekan. Bu holda D tasigir 2 kunda necha litr sut beradi? Mana shu yerda bitta sigir bir kunda qancha sut bersini yozib olay. S taqsim A ko'paygan B bo'ladi. Endi D tasigir 2 kunda. D tasigir 2 kunda. Bittasi bir kunda S taqsim A B'mi? Uni ko'paytirishimiz kerak ekan. S taqsim A B'ga teng bo'ladi. D S taqsim A ko'paygan B. Javob 5 ta qalam, 7 ta kitob, 11 ta daftar, birgalikda 980 so'm. 5x 7y 11z 980. Xo'sh, 2 ta qalam, 3 ta kitob, 5 ta daftar. Shuni bir yo'la 2 ga ko'paytirib yozsam, mana 4x 6y 10z 340 emas 680 yozamiz. Bitta ayirib yuborsak sistemani. Bitta x, bitta y, bitta z qoladi. 300 degan narsani beradi. Javob. Ushbu shaklga ko'ra x ni toping. Bu yerda bunday narsa bor. Mana burchakni phi deb o'ylasak, phi ga qo'shsak 100 ni 360 mi bitta to'liq aylana. Va 5x 2x 3x phi degani 4 burchakning ichki burchaklari. Mana 4 ta burchagi bor-ku, xabar bo'lmasa ham. 4 burchak ichki burchaklar har doim 360. Bundan ko'rinib turibdi. Phi ga 100 360. Mana bu 5 10x 10x ga phi 360. Demak, phi teng ekan to'g'ridan to'g'ri 10x ga. Yo'q. 100 teng ekan 10x ga. Ikkalasi ham phi ga qo'shildi-ku. 10x teng 100 x teng 10. Ya'ni mana bu x larni bir-biriga qo'shsak, 3 ta burchakni tashqaridagi bitta burchakni beradi. Tenglik o'rinli bo'lsa, m ning eng katta qiymatini toping. Demak, har doim buni 500 ning ichida 13 ni qanday ko'p darajalari bor, nechta darajasi bor maksimal?
Bo'lamiz, butun qismini olamiz. Bunda 13 ga bir marta bo'linadigan nechta son borligi chiqadi. Mana shuni kvadrat qilamiz. Boshqa chiqmaydi baribir. 513 ga bo'lsak, 520 bo'lganda 40 ta bo'lardi. Ikkitasi sig'maydi, 26 bo'ladi-ku. Shuning uchun 38 ta olamiz. 38 ta butun qismi borda. Bo'lsak, 500 ni 132 ga bo'lsak, ikkita sig'adi. 3 tasi sig'maydi. Boshqa yo'q. 40. Ikkita bo'lib qoldi. Bu holda ni hisoblang. Demak, bu yerda nima bor? Mana 39 ko'paytma emas, buni sheriklari yo'q. Bir ko'paytma emas, buni sheriklari yo'q. Ikkalasini chiqarib tursak. Qolganini yozsam. 1 kere 2 2, 3 kere 4 12, 5 kere 6 30 deb 37 38 ham qanaqadir son chiqadi. Keyingisi 2 kere 3 6, 4 kere 5 20, keyin 4 kere 5 dan keyin 6 kere 7 kelardi. 42. Men shularni ayirmalarini yozsam. Buni ikkinchi xadi 6, uni birinchi xadi 2 ayirsak 4 qo'shilgan. Keyingi xatlar 20, 12, 8 qo'shilgan. Baribir b dan ayiramiz-ku. B minus a ni hisoblayapman deb. Keyin 42 dan 30 ni ayirsak 12, mana shunaqa chiroyli progressiyani beradi. Oxirgi xadi esa 39 ko'paygan 38 minus 37 ko'paygan 38 bo'lsin. Bunda 38 ni chiqarsak 39 ayir 37 qoladi-da, 2 ta 38 qoladi. Ya'ni 76 ekan. Oxirgi xadi. Ana 38 chiqarilganda 39 minus 37 bo'ladi. 38 ko'paygan 2 bo'lib 76. Nima qoldi yana? Pastda 1, tepada 39. Mana uni progressiya qoidasi bo'yicha qo'shib olaman. Birinchi xat 4, oxirgisi 76 taqsim 2 ko'paygan aritmetik progressiya. Nechta xadi bo'lsa, shu 19 ta xadi bor. 4 ga bo'lib o'rsak, 1 dan 19 gacha sonlar bo'lib qoladi. Ayrilgan 38. Oxirida 1 ayir 39 minus 38 ni beradi-ku. Teng. 4 76 82 ga bo'lsak 40. 40 ni 19 ga ko'paytirsak 760, 38 esa 722. 722. Ana. Endi 722 ni ildizdan chiqarishimiz kerak ekan 2 ga bo'lib. 722 ni 2 ga bo'lsak 361. Bunda 19 chiqadi. Ya'ni ikkita javob. Agar A, B, C, S va D ikki xonali sonlar o'rta aritmetik 66 ga teng bo'lsa, bu ikki xonali son ustiga mana chizib yozardik. Xo'sh. Ikki xonali masalan 47 degan son degani bu 4 ko'paygan 10 qo'shilgan 7 ko'rinishda yoziladi-ku. Xuddi shunday A, B degan ikki xonali sonni 10A qo'shilgan B deb yozishimiz mumkin. Xuddi shunday keyingisini 10B qo'shilgan C desak, keyingisini 10C qo'shilgan D desak, bunisini 10D qo'shilgan A desak-da, hammasini bir-biriga qo'shsak, A'lar 10 ta, oxirida bitta 11 ta, B'lar ham, C'lar ham, D'lar ham shunday. Ya'ni 11 ta A, B, C, D hosil bo'ladi. Bu yig'indi. O'rta aritmetik 66 bo'lsa, yig'indisi 66 ko'paygan 4 degan. Unda A plus B plus C plus D degani 11 ga bo'lib o'rsak 6 kare 4 24 chiqadi. A plus B plus C plus D 24 bo'lsa, o'rta aritmetik degani shuni 4 ga bo'lishimiz kerak-ku. 24 bo'lingan 4 teng 6. Xo'sh, uch burchakning ichki burchaklari o'suvchi aritmetik progressiyaning ketma-ket xatlari tashkil etadi. Shu uch burchakning eng katta va eng kichik burchaklari yig'indisini toping. Demak, A1, A2, A3 teng 180. Aritmetik progressiya xossasi ikkita chekidagi xadini qo'shsam, o'rtadagi xadining ikkilangani chiqadi. Unda A1 bilan A3 o'rniga ikkita A2 yozsam,
o'rtadagi A2 bilan 3 ta A2 bo'ladi. Shu 180 bo'lsa, bunda A2 teng 60 gradus. Eng katta va eng kichik burchaklar A1 bilan A3. A1 bilan A3 degani o'zi 2 ta A2 bo'lsa, demak 120. Javob. Bo'lsa holda quyidagi ifodaning qiymatini toping. 11-masala. Bunda ham ne qilamiz? Mana bu narsani ajratib turamiz. Qo'shsak 3 taqsim 2 bo'ladi-ya. 3 taqsim 2 ni A dan ayirib olamiz. A minus 3 taqsim 2. Shu teng bo'ladi. Ana 1 taqsim 3 yana 1 taqsimda davom etadigan narsaga. Pastdagi ifodadan shuni hosil qilib olamiz. Bizga sig'maydi, shuning uchun alohida yozib olaman. 2 taqsim 1 plus 2 3 taqsim 1 dan 3 gacha yig'indi degan narsani. Mana uni bu yoqda bitta yechim bor edi. Bu yozdim-ku. Nechinchi masalada 3 edi. Hozirgi 11. Demak 3 taqsim 2 taqsim deb boshlandik. 2 taqsim 1 qo'shilgan 2 taqsim 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 3 qanaqa edi? 2 taqsim deb boshlanib 40 taqsimgacha borar ekan. 40 taqsim 1 qo'shilgan 2 qo'shilgan 40 gacha teng. Mahrajni arifmetik progressiya yig'indisiga qo'yib yozamiz. Mana 2 taqsim 1 dan 2 gacha yig'indi. 1 qo'shilgan 2 taqsim 2 ko'paygan 2 deymiz-ku. Birinchi hadning oxirgi hadning yig'indisi taqsim 2 ko'paygan hadlar soni. Mahrajlar 2 tepaga chiqib ketadi. Plus bunisi 3 taqsim 1 qo'shilgan 3 taqsim 2 ko'paygan 3. Keyingisi 4 taqsim 1 qo'shilgan 4 taqsim 2 ko'paygan 4. Deb davom etib ketaversa, oxiri 40 taqsim 1 qo'shilgan 40 taqsim 2 ko'paygan 40 teng. Xo'sh, mana bu 2 bilan mana 2 ni qisqartirsak, 3 bilan 3 ni qisqartirsak, 4 bilan 4 ni 40 bilan 40 ni qisqartirib olamizda. Mahrajdagi 2 ni suratga yozib olsam, nima ko'rinishga keladi mana? 2 taqsim 3 2 taqsim 4 2 taqsim 5 2 taqsim 6 deb kelaveradi. Va oxiri 2 taqsim 41 bo'ladi. Bizdan so'ragan narsa xuddi shunga o'xshagan, lekin bunda bizda bor mana 1 taqsim 3, 1 taqsim 4, 1 taqsim 5, 1 taqsim 6, 1 taqsim 41 gacha ifoda bor edi mana. Shu narsa teng edi A minus 3 taqsim 2 ga. 1 taqsim 3, 1 taqsim 4, 1 taqsim 5, 1 taqsim 41 A minus 3 taqsim 2 bo'lsa, unda 2 taqsim 3, 2 taqsim 4, 2 taqsim 5, 2 taqsim 6 deb 2 taqsim 41 gacha borgan narsa bu o'sha A minus 3 taqsim 2 dan 2 marta katta. Bizda suratlarda 2 bor. Demak, ko'paytirib ochsam 2A minus 3 degan narsani beradi. 11-chi masalaning javobi 2A minus 3. ABCD parallelogramda CD tomoni D3 dan boshqa hisoblangan 2 nisbatda bo'luvchi A to'g'risida o'tkazildi. Soddaroq masalaga o'xshaydi. CD tomoni D3 dan boshqa hisoblaganda mana shu A B C D bo'lsin. CD tomoni D3 dan hisoblaganda 2 nisbatda bo'luvchi A to'g'ri chiziq. 2 nisbatda bo'lsa bu yog'i 2x, bu yog'i 3x, mana A to'g'ri chiziq. A endi 3 burchakning yuzi 8. Parallelogram yuzini toping. Balandlikni h deb o'ylasak,
endi ni yuzasi 2x ko'paygan h taqsim 2 ku. Shu 8 ekan. Bunda xh teng 8 bo'ladi. Parallelogram yuzasi esa 5x s teng 5x ko'paygan h. Asos ko'paygan balandlik. xh 8, 5 ga ko'paytirsak 40 bo'ladi. Bu javob. Quyidagi a yig'indining m bo'lgan qiymatiga nisbatini toping. Demak, m n dan katta bo'lgandagi qiymatini topamiz birinchi. Xo'sh. Aytaylik, n qanaqa nechiligini bilmaymiz. Masalan, n teng 12 bo'lsa, misol ko'rinish qanaqa bo'ladi? 1 minus 12 taqsim 1. 1 minus 12 taqsim 2. 1 minus 12 taqsim 3 deb boraveradi. Qayerdadir 1 minus 12 taqsim 12 chiqadi-ku. Nechinchidir haddan keyin. Bu uji 0 degani-ku. Aynan 12 bo'lishi shart emas, nechi bo'lganda ham. 15 desak ham, 6 desak ham, 9 desak ham, 7 desak ham baribir orada mana shunaqa teng bo'lib qoladigan, bir chiqib qoladi. Hadi borgan 0 chiqadi. Uni borligi m n dan katta-ku, maxraj baribir oshib ketadi. 1 minus 12 taqsim 13lar, 1 minus 12 taqsim 14largacha boradi-ku baribir. Orada 1 minus 12 taqsim 12 dan o'tadi. Ana shu hadi 0 bo'lib ketadi. Maxrajdagi hadlarda 0 paydo bo'lmaydi, maxrajdagi hadlar 0 gacha yetib bormaydi. 0 taqsim manfiy son bo'ladi-da. Demak, baribir 0 bo'lib ketadi. Yig'indining birlar xonasidagi raqamini toping. 6 ni hamma darajasi baribir oxiri 6. 7 ni darajalar 4 takrorlanadi. 2018 deb ketibdi. Juft son juda katta darajasi 4 ga bo'linadi. 4 ga bo'linib ketsa 7 ni 4-chisini olishimiz kerak. 7 ni qatordagi 4-chi. Birinchisi 7, ikkinchisi 7 ni kvadrat 9, uchinchisi 9 kare 7 63, to'rtinchisi 3 kare 7 21 ni 1. Demak 1 bo'lar ekan bunisi. Ikkinchisi, yani oxirgisi 218 darajasi, 219 mana shunaqa darajasi. Demak, buni qanday olamiz? Buni bunday qilamiz. 2019 mana 4 ga bo'lganda necha qoldiq qolishini topishim kerak-da. Keyin 8 ni o'sha darajasini yozib qo'yaman. Demak, 2019 teng minus 1 mod 4. 2019 ni 4 ga bo'lsak 3 qoldiq qoladi. 3 qoldiqni minus 1 qoldiq desak ham bo'ladi. 4 ga bo'lganda ana 3 ortib qoladi degani u. Yoki 1 yetmay qoladi deb ham tushunsa bo'ladi-ku. Endi shuni mana bunaqa juft darajaga ko'taramiz ekan. 2019 darajasida mana shu katta sonlar va minus 1 darajasida mana shu katta sonlar. U sonlar juft 2020-2021-ni aytyapman. Juft bo'lgandan keyin minus 1 ni juft darajalasi 1 bo'ladi. 1 bo'ladi. Bu degani demak oxirgi qoldiq 1 ekan. 2018 ni darajasini 4 ga bo'lsam 1 qoldiq qoldi. Demak oxirgi raqami 8 bo'yicha qolaveradi. 6 ga 1 7, 7 ga 8. 15 deb 5 ni olamiz.